Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz YouTube'da ko'rib turganlar, xudo xolasa, bugun bor qo'limizda smartfonlarni arzon qilib beramiz. Narxlar xudo xolasa ma'qul kelsa, zakaz qilaverasizlar. BTS pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab bepul mutlaqo. Xo'p, hamma smartfonga xudo xolasa garantiya beriladi. Holatlarni aytib o'tiladi. Ma'qul kelsa narxlari Xo'p, chaqiraverasizlar. Keyin bizda qaranglar, do'konimizda keng kolleksiyada aksessuarlar mavjud. Kimga qanaqa savod kerak bo'lsa, savodlarni ham chiqarib beramiz. Xo'p, mobilograf obunachilarimiz bo'lsa, kuzatayotgan mana stabilizatorlar bor, ochkilar bor. Kimga qanaqa narsa kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Zakazlar bo'lsa, olib chiqarib beramiz. Xo'p, bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xudo xolasa, narxlarni arzon qilib, qo'ldan kelgancha aytamiz. Xo'p, kommentariyaga o'zlaring fikrlaringni qoldirish esdan chiqmasin. Xudo xolasa, sizlardan poddesh bo'ladi biz uchun. Xo'p, qaranglar, 17 Pro Max 512 talik Orange Sweet. Xo'p, bitta sim kartasi o'tgan, eSIM o'tmagan, regionlari za. Xo'p, bu smartfonimiz sizlarga narxini $1750 qilib beramiz. Zapechatli, hali ochilmagan, o'zlaring ochasizlar. Garantiyalari bor. Keyin 256 talik oq silver hadavoy bo'lyapti. Hamma oqini xohlayapti. 256 talik. Buni ham regioni za. Xo'p, buni ham bitta sim kartasini o'zi o'tgan, eSIM o'tmagan. Buni narxini $1620 qilib beramiz. Xo'p, keyingi smartfonimiz iPhone 15, bu 16 Pro mana. 16 Pro'da 256 xotiraligi, 97 o'mkisda, holati tiniq holatda. Xo'p, buni narxini sizlarga $899 qilib beramiz. 97 o'mkisda, korobkalari bor. Xo'p, keyingi telefonimiz 14 Pro. Mana 81 o'mkisda, eSIMlari ham o'tgan, sim kartalari ham o'tgan, sim karta bemalol ishlataverasizlar. Korobkadagi medlar bor, koreyskiy variant. Holati tiniq ekan, o'zimga yoqdi. Buni bugun olib qoldim. Buni narxini sizlarga $550 ga qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar. iPhone zaril bo'lsa, iPhone'lar bor. Xo'p, keyingisi 14 Plus. Korobka dokumentli, bu ham qaranglar. Holati yaxshi holatda turibdi. $440 ga 14 Plus, 14 Max bilan bir xil razmeri. Yo'mkislari 85. Holati zo'r, korobka dokumentli, ayollar uchun sveti juda ham chiroyli svetda chiqarilgan. Xo'p, keyingi telefonimiz 16 Pro'da, korobkasi yo'q, regioni lekin cha, ikkita sim karta primoy slotiga tushadi. Buni narxini $845 qilib beramiz. Ikkita sim kartasi ekosi ham o'tgan, yo'mkislari 90 yo'mkisda. Bemalol zakaz qilaverasizlar. 15 Pro Max natural svet bilasizlar o'zlaring, hadavoy svet. 15 Pro Max'da natural titan birinchi bo'lib chiqqan svet, hammaga yoqqan svet bu. 88 o'mkisda ekan, holati tiniq. Buni ham petnolari yo'q, ekranlarda shilingan joyi ham yo'q. Buni narxini $815 qilib beramiz. Bemalol zakaz qilaverasizlar. 14 Pro arzonrog'i bormi degan mijozlarimiz uchun arzonrog'i ham bor mana. Xo'p, 128 talik, yo'mkisi 76 ekan, $515 ga qilib beramiz. Lekin aybi yo'q, absolutni zo'r. Purple o'zi ko'pchilik biladi, yonlari o'chib ketib qoladi. O'shunaqa yonlarda sal-sal ranglari o'chgan joylari bor, lekin absolutni hamma yo'g'i zo'r ishlab turibdi. Tekshirib olganmiz. Keyin 13 Pro Max 256 xotira, 76 o'mkis, amerikanskiy variant. Holatlari o'ta ideal emas, lekin yaxshi, sal ekranlarda shilingan joylari bor, lekin ekranda dog' bor, unaqa narsalari yo'q. Narxi $485 ga 13 Pro Max. 13 Pro'da ham o'zi 256 talisi 480 sotilyapti, o'zlaring bilasizlar. Xo'p, 13 Pro Max'da holati yaxshi. Za yo'mkis, za region, ikkita sim karta primoy slotiga tushadi. 128 talik, 82 yo'mkisda. Buni holati yaxshi holatda $520 qilib beramiz. Xo'p, keyingi iPhone'imiz 13 Pro 77 o'mkisda. Xo'p, holati yaxshi holatda, buni chizilgan unaqa joylari yo'q. Xo'p, buni holati yaxshi, narxini $430 qilib beramiz. Yo'mkisi pastroqligi uchun 12 Pro Max mana. Max yaxshi ko'radigan hollar uchun iPhone'dan 12 Pro Max'dan zo'r chiqqan. 77 o'mkisda $355 ga qilib beramiz. 12 Pro'larni ko'rsatib qo'yaylik. 12 Pro'lar bor. Bularda narxi $285 dan $325 gacha bemalol zakaz qilaverasizlar. Narxlari bilan holatini tashlab beramiz. 11 Max bor. Mana 77 o'mkisda, holati yaxshi holatda. Buni narxini $300 ga qilib beramiz. 11 Pro 64 talik, 96 o'mkisda, oq rang o'zi urinmaydi, ancha tiniq turibdi ekan. Holatlari, buni narxini $245 ga qilib beramiz. Dastavkalari bepul yetkazilgan, imekadan 100% o'tgan bular hammasi. Hop, ikkita sim karta o'tganlari ham ekan. 11larni qaranglar, 11lar. Bitta ko'rsataylik holatini. 11da.
11lar yo'mkisi 100 bo'ladi. Bular Dubaydan kelgan tovarlar hammasi 11lar. Ikkita sim kartali, ikkosi ham Imekadan o'tgan 128 xotirali narxlarini $255 qilib beramiz. Dastavkalar bepul. Bunga Primoz bunaqa joyga bunga ikkita sim karta tushadi. Bemalol ishlataverasizlar, ikkita sim kartalar bo'lsa solib. Xo'p, keyingi telefonimiz S23 Ultra. SIM plus eSIM o'tgan. Bu koreyskiy variant, korobka dokumenti yo'q. Lekin holati o'ta ham ideal emas. Petnolari borligi uchun $499 chiqarganmiz narxini. Tiniq holatdalar, lekin 530-540 sotilyapti bozorda. Holatiga qarab chiqqan. Xo'p, 23 plus holat yaxshi holatda, oq rangda. Xo'p, buni narxini sizlarga 8256 bo'ladi. Narxi $380 qilib beramiz. 23 plusimizni, keyin S23 ta o'zi bor. Holati tiniq holatda. Hop, 3900 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, 8256 xotira, SIM plus eSIM ham o'tgan. Bemalol ikkita sim kartani ishlatsalar ham bo'ladi. Buni narxini sizlarga $365 ga qilib beramiz. Keyingi telefonimiz S22 plus. Qaranglar, bunisi tiniq holatda turibdi. Holat ideal holatda, petnolari yo'q. Buni narxini $300 qilib beramiz. 8256, 4,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Imekalar ofitsialniy o'tgan. Xo'p, pushtisi bor. Buni bitta petnosi borligi uchun $265 ga qilib beramiz. Mana shunda bitta petnosi bor. Buni narxi arzonroq qilib beramiz. Xo'p, keyin S22 so'ragan mijozlarimiz, ya'ni S22 dadi. Holati, xudo xolasa, hammasi tiniq holatda. Qanaqa rangi kerak bo'lsa bor. Mana bunaqa jenskiy svetlari ham bor. Xo'p, bular 8256 bo'ladi. 3700 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Bular narxini $265 dan qilib beramiz. Dastavkalar bepul bo'ladi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Xo'p, keyin Samsungda mana S21 plus. S21 plus ham bor. Holatlariga qarab, bu ham $220 dan $230 gacha chiqyapti. Bemalol zakaz qilaverasiz. S21 plus bilasizlar, batareykasi juda ham zo'r bo'ladi. 4800 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. 8256 xotira. Imekalar 100% o'tgan. Ikki xil rangidan bor ekan. Hozir bizda Titan bilan Purple sveti. Bemalol zakaz qilaverasizlar. S21lar ham. Hop, S21lar 2-3 xil varianti bor. Ideal holatdagilarni $200 qilib beryapmiz. Bitta ikkita bunaqa yonlari urinmagan, yonlari tiniq holatda, faqat g'ilobda izi chiqib qolgan orqasiga shunaqalarda narxini sizlarga $185 dan qilib beramiz. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Bular ham lekin holati ideal holatda. Xo'p, keyingi telefonimiz S15G, bilasizlar, bular Koreyani o'zi uchun chiqarilgan, 8256 xotira bo'ladi. 4,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan bo'ladi. Narxini $185 ga dastavkalar bilan qilib beramiz. Holati lekin tiniq holatda turibdi ekan, bitta ko'rishlar mumkin. Xo'p, keyingi telefonimiz Note 20 Ultra 12 ga 256, 4,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Holati zo'r holatda, buni ham pishirilgan joylari bilan ekranlari ham tiniq turibdi. Xo'p, yonlarida ham petnolari yo'q. Buni narxini sizlarga $295 ga qilib beramiz. Keyin mana Note seriyani kompaktni va qo'lga zo'r o'rnashadigan Note 15G varianti 12 ga 256, kichkina bo'lgani bilan kuchli smartfon, 3,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Holatlari zo'r holatda bo'ladi. Xo'p, bularning narxi $175 dan chiqyapti. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Keyin A82 so'ragan mijozlarimizga A82 ham bor. Sal g'ilob tizi chiqib qolgan ekan orqasiga. Xo'p, holati, yonlari yaxshi, ekranlarda pechatlari yo'q, qolgan joylari tiniq. Xo'p, buni narxini sizlarga $140 ga qilib beramiz. Keyingi telefonimiz A56 5G bo'ladi. 8256 lik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Qalin tushlamagan smartfon. Bu holat ideal holatda. Korobka dokumentlari ham turibdi. Narxini $315 ga dastavkalar ichida qo'yamiz. Uzimedan 100% o'tgan, 1 yil kafolati bor telefon, servisli. Keyingi telefonimiz A54. Bular ofitsialniy telefonlar, 8256 lik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, ikkita sim kartali. Bu telefonimizning narxini sizlarga hop $180 ga qilib beramiz. Korobka dokumenti bor buni ham. A16 sal arzonchiroq bo'lsin, lekin batareykalar baland, ikkita sim kartali bo'lsin deganlar uchun A16 4 ga 128 talik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan. Narxini $112 ga qilib beramiz. Korobka dokumenti bor 100%. Keyin hop Redmi ishqibozlar uchun Poco X6 Pro 12 ga 512 lik 5000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan, lekin uni korobka dokumenti yo'q. Holati yaxshi holatda. Buni narxini sizlarga $199 ga qilib beramiz. 12 ga 512 talik xotiralari zo'r.
Keyin qaranglar, mana yangi smartfon chiqdi. Redmi Note 15 Pro, Note 15 lar chiqdi. Redmi seriyasida. Xo'p, Note 15 Pro deb tanishtirib qo'yay sizlarga. 6,5 mAh akkumulyator bilan jihozlangan 200 megapiksellik kamera. Buni ochib ko'rdim o'zim. Holat bunaqalik qo'yilishi sal ham kompaktni ekan. Oldingidan qaraganda sal ushlashga udobniy bo'libdi. Bunda yangi Titan svet qo'shilibdi. Titan modada bo'ldi. Xo'p, buni narxi $285 chiqdi. 8 ga 256 xotiralisi. Xo'p, Redmi Note 15 ni $205 qilib beryapmiz. Bu 6 ga 118 talisi. 6000 mAh akkumulyator bilan jihozlangan 108 megapiksellik kamera. Xo'p, buni ham ochig'ini ko'rdik. Buni ham ekranlari Edge chiqibdi. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Redmi Note 15 bulardir. Podarkalari ham o'zi kompaniya qo'shib bergan. Bulardan Black Note chiqadi Pro'da. Bundan o'zini sumkalari bor. Xo'p, keyin planshet degan mijozlarimiz, ya'ni planshetlarimiz ham kelgan. iPad 10 64 talik. Holati tiniq yangidaqa, yomkisi 99 turibdi ekan. O'zim kompyuterdan tekshirdim buni. Buni hattoki mana korobkada zaryadchilari ham bor, hali yangi, o'zining 20 vatli. Xo'p, buni narxini sizlarga $280 qilib beramiz. Bu Wi-Fi bo'ladi, 64 talik bo'ladi. Keyin yana yangi A16 ham kelgan. A16 ning narxini, xo'p, iPad A16 $355 chiqqan. Bemalol zakaz qilasizlar. Yana yangi telefonlar yana bor. Kimga qanaqa telefon kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga yozsalaring, silkasini qoldirib qo'yamiz. Narxlarini arzon narxlarda qilib beramiz. Bemalol do'konimizga kelaverasizlar. Dastavkalar bor. Zakaz qilish eslasizlar.